Assalomu alaykum qadrdonlarim. Sizlar bilan yana diydor ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Demak, azizlarim, bugun 3 ta burch, ya'ni suv unsuri, suv elementiga kiruvchi burchlarga ko'ramiz. 2026-yil uchun Shag'am faolidan. Bu burchlar kimlar? Bular saraton, chayon va baliq burchlari. Demak, yana qaytaraman. Saraton, chayon hamda baliq burchlari. Demak, boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb shamlarimiz ham qotib qoldi, lekin ozgina bor ekan. Yana shu 1-2 sekund tursin. Yaxshi qotsa yaxshi shakl chiqadi-da, yana shakl to'liqroq chiqadi. Tushunarli bo'lib chiqadi. Demak, orakul kartalar ham bor sizlarni. Orakul kartani ham chiylab qo'yib qo'yganman. Nima chiqadi? Endi u Allohga ayon. Shamimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Demak, Bismillahirrohmanirrohim deb quyuramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Shifoli bo'lsin. Ilohim, shifoli ochirim bo'lsin. Yaxshi shakllardan chiqib kelsin. Like bosing, obuna bo'ling. Bilasiz, bizani videolar faqatgina like bosib, obuna bo'lganlargagina shifoli bo'ladi. Demak, bizani vaqtimiz kam. Shuning uchun Bismillahirrohmanirrohim. Orqa tarafini ham suv bilan sekin qotirib olamiz. Endi uni masalan obdan qotishini kutsa, sizlarda ham menimcha vaqt yo'q. Menda ham vaqt yo'q. Ya'ni qisqa vaqt berganda bizga YouTube. Mayli. Muhimi qotirib oldim. Demak, Bismillahirrohmanirrohim. Qanaqa shakl chiqibdi? Bu 3 ta burch vakiliga 2026-yil uchun. Demak, Bismillahirrohmanirrohim. Sekin olaveramiz bu yoqqa. Suvimizni olib qo'yamiz. Nimaga o'xshaydi? Bu yoqdan qaraganda mana uychaga ham o'xshaydi. Bu yoqdan qaraganda men ko'proq bu kiyim kiyib olganman, ya'ni uzun ko'ylak kiyib olgan insonni ko'ryapman-da bu yerda. Mana o'zingiz ham yaxshilab e'tibor bering. Uyga ham o'xshaydi, kiyimga ham o'xshaydi. Ko'proq men uychaga o'xshatdim lekin. Mana mo'risi bor, tomi bor. O'rtada atirgul. Mana go'yoki atirgul. Demak, azizlarim, bu nimadan ishora? Bu atirgul chiroyli hayot, ya'ni sizlarga kirib kelayotgan chiroyli hayotdan iborat. Juda ko'pchiligingiz masalan uy olmoqchi bo'lganlar, masalan uysiz yurganlar, xudo xolasa bu yangi yilda uyli bo'lasizlar. Albatta uyli bo'lasiz. Hech bo'lmasa variantga bo'lsa ham
kreditga bo'lsa ham shu uy bo'ladi-da sizda. Uydan janjal, to'polon arimay qolgan burch vakillari mana shu 3 ta burch vakilidan. Xudo xolasa bu yil qandaydir yarashuvlar bo'ladi. Tinch, xotirjamlik kutyapti-da sizlarni. Uy ichida tinch, xotirjamlik kutyapti. Ko'proq qaysi burchlarda dushman ko'p? Chayonlarda dushman ko'p. Mana ilon. Uzzalab tushib yotgan ilonni ko'ryapman. Ko'proq bu yerda chayonlarda ko'ryapman dushmanni. Chunki chayonlar insonni orqasidan gapirishni xohlashmaydi. Shartta gapirishadi-da ular. Aynan 12 ta burch vakilidan chayon burchida chiroyli insonlar ko'p tug'iladi. Yani eng sevimli aktyorim Hind aktyori Shohrux Xonam aynan chayon burchi vakili hisoblanadi. Chayonlarga omad keladi. Lekin juda qiyinchilik birpasda kelib qolmaydi-da. Qiyinchilik bilan etap keladi. Saraton burchimiz. Saraton burchlari tegmasangiz tegmaydigan burchlar. Saraton burchlarini ko'pi uy ta'mirlaydi, ya'ni uy remont qilishadi. Balov burchlarimiz-chi. Balov burchlarimiz juda ko'pchiligini musofirlikda o'tadi ularning umri. Balov burchlari go'zal qalbli, ishonuvchan, mehribon, juda ham sofdil burchlar. Ular birovga unchalik ham ozor berishmaydi. Yo'q. Ko'p insonlardan pand yeyishadi, puliga tushishadi, lekin baribir ular hech qachon hech kimdan qasd olmaydi. Lekin balov burchlariga ham bu yil omad kelyapti. To'y qilaman deganlar qiladi. Ayniqsa musofirda yurganlar o'zini yurtiga qaytib kelyapti. Ko'p balov burchlari. Bu yerda shu chayon burchlari shu ko'pi yo'lini ochirish kerak. Mana bu ark nimani bildiryapti? Ark shu ozgina qiyinchilik bo'ladi. Baribir sizlarda 3 ta burch vakillari mana shu yil o'rtasigacha keyin mana o'tib ketyapsizlar darvozadan. Keyin saraton burchlari ko'p oila mas'uliyati sizlarni yelkanglarda-da. Sizlar yordam beraverasizlar, sizlar hamma narsa go'yoki sizlarni yelkanglarga yuklatilgan. Lekin nima desam bo'ladi, bu yil sizlarga ham yordam kuchlari kelyapti. Qilgan yaxshiligingiz, g'amxo'rliklaringizni mukofotini bu yil olyapsiz. Chayon burchlari ham shu chayon burchlarini juda ko'pchiligi yo'llari bek mana. Mana bu tog' ko'ryapman-da mana. O'zingizlar ham buni qilinglar mana. Mana bu bek. Chunki aytibman, ular to'g'ri so'zligi, haqiqatparvar, kurashuvchanligi uchun ko'p dushmanlarni orttirib olgan. Yo'linglar bek. Xo'p, mana shu 3 ta burchdan qaysi biriga ko'proq omad keladi deb so'raydigan bo'lsanglar, buni ham bemalol javobini ayta olaman. Bular balov burchlari. Chunki balov burchlari juda ko'pchiligi tug'ilibdiki, musofirlikda, ko'chada, azobda, xudo xolasa ularga
2026-yil judayam yaxshi yil kelyapti. Demak, Oracle kartasi nima deydi? Ularning Oracle kartasi mana gul tutib turgan qizcha. Bu sizlarga hali Xudo xolasa chiroyli hayot keladi. Albatta keladi. Mana Xudo xolasa sizga ham chiroyli hayot bor. Butun umringiz azobda, g'amda o'tib ketmaydi. Hali xursand bo'lib qoladigan kunlaringiz bor sizga ham. Demak, azizlarim, bugungi ochirimlarimiz shulardan iborat. Men 12 ta burch vakillarini hammasiga omad tilayman, baxt tilayman. Ilohim yaxshi niyatingizga yetishib yuringlar. Like bosing, yana bir bor obuna bo'ling. Demak, keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.